Hey ChatGPT, agar musulmon bo'lganingda qanday yo'l tutarding? Agar men musulmon bo'lganimda, halollikdan boshlagan bo'lardim. Hech kimni aldamagan bo'lardim, na foyda uchun, na hurmat uchun, na qulaylik uchun. Chunki har qanday yolg'on bugun foyda keltiradi, lekin ertaga barokatni olib ketadi. Men ko'zbo'yamachilik uchun yashamagan bo'lardim. Yaxshilikni layklar uchun qilmagan bo'lardim. Chunki odamlar uchun qilingan yaxshilik ularning e'tibori bilan birga o'ladi. Alloh roziligi uchun qilingan esa abadiy qoladi. Men boshqalarni g'iybat qilmagan bo'lardim, chunki birovning gunohini muhokama qilgan sayin o'zimning savoblarim kamayadi. Hasad qilmagan bo'lardim, chunki hasad bu Allohning qaroridan norozi bo'lishdir. Agar men musulmon bo'lganimda, namozni qo'rquvdan emas, muhabbatdan o'qigan bo'lardim, chunki faqat namozda yurak tinchlik topadi. Qur'onni shunchaki o'qish uchun emas, to'g'ri yashashni o'rganish uchun o'qigan bo'lardim, chunki u oddiy kitob emas, hayot yo'lini ko'rsatuvchi nurdir. Men tinchroq, toza, samimiy yashagan bo'lardim. G'iybatsiz, hasadsiz, ko'rsatmaliksiz va musulmonligimni odamlarga isbotlamagan bo'lardim. Shunchaki shunday yashagan bo'lardimki, bu so'zsiz ham bilinardi. Chunki iymon bu gaplarda emas, bu amallarda, halollikda, hech kim ko'rmaganda kim bo'lishingda. Bravo, gap yo'q.